Bir holatni tasavvur qiling. Siz metroda ketyapsiz, magazinda navbatda turibsiz yoki uyda yotibsiz. To'satdan yuragingiz tez-tez ura boshladi. Nafas olishingiz qiyinlashdi, boshingiz aylanishni boshladi. Ichingizda bir hissiyot paydo bo'ldi, xuddi hozir qo'rqinchli hodisa ro'y beradigandek. Odamlar o'ylaydi, men infarkt bo'lib qoldim yoki men hozir hushimdan ketib qolaman, eng qo'rqinchlisi men aqldan ozaman deb. Lekin ko'pincha holatda bu panik xurujining alomatlari hisoblanadi. O'zi haqiqatdan ham panik xuruj davomida nima sodir bo'ladi? Bizning miyamiz xavfsiz muhitni xavfli deb hisoblashni boshlaydi va bizdagi qadimgi mexanizm, ur yoki qoch mexanizmini uyg'otadi. Qonimizda stress gormoni ko'payadi, yurak urishimiz, nafas olishimiz tezlashadi, mushaklarimiz taranglashadi. Bu barcha simptomlar bizga yoqimsiz bo'lib ko'ringani bilan, lekin xavfli deb hisoblanilmaydi. Muammo keyin boshlanadi. Inson o'zini yuragini tez-tez urayotganini his qilgandan keyin o'ylab qoladi. Voy, bu xatarli-ku deydi. O'sha mahal qo'rquv paydo bo'ladi. Qo'rquv har doim kuchaygani sari panik xuruj ham kuchayadi va panik xuruji simptomlari ham yaqqol ko'rina boshlaydi. Inson shu qo'rquv sababli o'zini takrorlanuvchi siklga ko'mib qo'yadi. Ya'ni har gal simptomlar paydo bo'lsa, u qo'rqadi, qo'rquvi kuchayadi va panik xuruj yanada ham kuchayib boraveradi. Panik xurujni bir marta bo'lsa ham his qilib ko'rgan inson yana qayta shu holatga tushmasligi uchun shu joylardan qochishni boshlaydi. Ya'ni transportga chiqmay qo'yadi, magazinga chiqmay qo'yadi, eng yomoni uydan ham chiqmay qo'yishi mumkin. Chunki u qochadi, shu joylardan qochadi. Lekin shu qochishi natijasida inson o'zini miyasiga bir fikrni singdirib qo'yadi. Ya'ni atrof muhitda menga xatar bor deb. Shuning uchun hozirgi kognitiv xulq-atvor terapiyasi shu panik xuruji simptomlari bilan kurashmaydi, insonni shu simptomlarga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga harakat qiladi. Bitta narsani yodda tutinglar. Panik xuruj qo'rqinchli bo'lib ko'rinsa ham, u aqldan ozdirmaydi, sizlarni o'ldirmaydi, yuraginglarni ishdan chiqarmaydi. Siz qanchalik panik xurujining ta'sirini yaxshi bilsangiz, shunchalik panik xurujining ta'siri susayib boraveradi. Kuzatganingiz uchun rahmat. Ruhiy salomatligingizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.